Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, ko'pchilik talab va takliflarga binoan Toyota Tacoma TRD Pro 2.4 turbo motorda bu gibrid bo'ladi. Mashina bitta obzor qilib, oxirida narxlarni aytib o'tamiz. Oldi ko'rinishlarga bir e'tibor berasizlar. Haqqona Toyota Tacoma TRD Pro o'ziga tortmasdan qo'ymaydi. Shahar ichida juda ham qo'l keladi. Oldida yoritqich chiroqlari patfarning, luparik faroladi va albatta past qismida patfarninglari Rijo bo'ladi. Rijo hozirgi kunda o'sha yo'l tanlamas avtomobillarga qo'yiladigan maxsus chiroqlardan biri bo'ladi. Radar 360 gradus kamera, yana qo'shimcha Amerika iforini berib turuvchi ledlargacha turibdi. Reshotka ostida, undan tashqari motor va korobka osti maxsus lista bilan jihozlangan bo'ladi. Toyota Tacoma TRD Pro 2.4 turbo gibrid motor bo'ladi. Gibrid bo'lgani uchun buni bojxona to'lovi arzon chiqadi. Mana bu TRD filtrlarni bir ko'rsatib o'tib ketasiz. 2.4 turbo motor gibrid bo'lganining hisobiga 326 ot kuchi bo'ladi. Qo'zg'alish momenti 630 bo'ladi. 8 pog'onali avtomat korobka. 17 maxsus TRD Pro diskalarda 25 ballon Goodyear va buni eng qiziq joylardan biri hadoviy qismi bo'ladi. Hadoviy qismida maxsus TRD Pro richaklari, Fox amortizatorlariga ega. Ko'rib turganingizdek, orqa differensiallari blok bo'ladi. Stabilizatorlari bor. Comfort, off-road, keyin sport komplektatsiyasiga ega bo'ladi. Sidenlarimizda Abdufabi griflarigacha bor, tepa tomimiz lyuk bo'ladi. Multi rul, adaptivniy cruise control, head-up display, JBL akustikaga ega, JBL kolonkalar chiqishiga maza qilaman deb pikniklarga chiqqanda juda ham qo'l keladi. Avtomobilimizni ko'rib turganingizdek 360 gradus kamerani qaytarganimda, bokovoylarimizda ko'rib turganingizdek abagrev va slipoy zonalargacha bor. Qiziq joylardan biri sidenalarni bitta ko'rsatib ketasiz. Sidenalar shunaqa mukammal ishlanganki, amortizatorlar turibdi. Bu amortizatorlarga nimaga, ya'ni yo'l tanlamas yo'llarda yurganda sidenani borib kelish, yumshatish, qattimlashga juda ham qo'l keladiganlardan biri bo'ladi. Bu har bitta pikapda yo'q, sanoqli pikaplarda faqat maxsus buyurtma asosida qo'yiladigan pikaplarda keladi. Har taraflama mukammal ishlangan Tacoma TRD Pro 85 ming dollardan boshlanadi. Kulli narx beramiz. Men shunaqa maza qilamanki, Amerika bozoriga ishlab chiqarilayotgan har bitta avtomobil borki, har taraflama qulayliklardan iborat, ya'ni chap va o'ng taraflarda avtomobilingiz ko'ryapsizlar, yukxona ko'tarish, tushirish knopkalari joylashgan, qo'shimcha buksirovkaga kamera. Undan tashqari bu qadrdonlar ramli bo'lganining hisobiga 2.4 turbo motorlining hisobiga 3 tonnagacha buksirovka qilib beradi. Albatta, bamperlarga e'tibor berasizlar. Shu yo'l tanlamas avtomobillarga maxsus jihozlanadigan, ya'ni R&B kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan usulli bamperlar, qo'shimcha buksirovkaga joy, yana ko'rib turganingizdek limolaga ega.